Assalomu alaykum YouTube kanalim kuzatuvchilar, pritsep ishqibozlari. Akalar, Namangan viloyatiga tayyorlangan pritsepimiz mana bugun xudo xolasa egalari keldi, yuklayapmiz. Anaroq gazelda ortiga ulaveramiz. Chiroyli qilib, kimga qanday pritsep kerak bo'lsa aloqa chiqarsizlar, poliga tekizlik bosib berganmiz. Chiroyli qilib ulaydigan joylari, silindr shlankalari, elektr kabellari hammasi tayyor bo'ldi. Mana gazelimiz ham zadniy bilan yetib kelyapti. Soatimiz ham 11:28. 23:28 bo'ldi. Pritsepimiz razmeri eni 2 metr, uzunligi 4 metr. Gazelni ichiga sig'madi, orqasiga pritsepni yasadik. Mana shunga ulaveramiz endi. Bo'ladi Chopir aka, bo'ladi. Chiroyli qilib ulab qo'ydik, xudo xolasa. Pritsepimizni hozir elektr chiroqlarni ham yoqib olamiz deyishdi. Kimga qanday pritsep kerak bo'lsa aloqa chiqaverasizlar, nomer qo'yib qo'yamiz. Namangan viloyatiga tayyorlangan pritsepimiz. Gazelni orqasiga uladik. Like esdan chiqmasin. Xudo xolasa chiroyli qilib tayyorlab beraveramiz. Videomiz qorong'ida olinyapti. Ikki metrga 4 metrlik pritsep. Namangan viloyatiga tayyorlangan ikkinchi pritsepimiz ham mana 100% tayyor bo'ldi. Buni ham ertaga xudo xolasa yuklab chiqarib yuboramiz. Agar like, podpiska esdan chiqmasin. Ketdi, xudo xolasa yaxshi kunlarga ishlatsin. Kimga shunaqa pritseplar kerak bo'lsa aloqa chiqaverasizlar, chiroqni tayyorlayveramiz. Nomer qo'yib qo'yamiz, aloqa chiqaverasizlar.